Mavzu: hozirgi kunda o'qituvchilar pedagogik qobiliyatini shakllantirish imkoniyatlari. Reja: pedagogik qobiliyatning mazmuni va ahamiyati. Pedagogik qobiliyatni shakllantirishning zamonaviy yo'nalishlari. Muammolar va samarali takliflar. Pedagogik qobiliyat bu o'qituvchining kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini, ya'ni o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va ularni rivojlantirishga qaratilgan harakatlarni aks ettiruvchi individual psixologik xususiyatlar majmuasidir. Didaktik qobiliyat: o'quv materialini oson va tushunarli tarzda yetkazish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish mahorati. Kommunikativ qobiliyat: o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnata olish, konfliktlarni hal qilish va ijobiy muhit yaratish. Tashkiliy qobiliyat: o'quv faoliyatini rejalashtirish, vaqtni boshqarish va turli tadbirlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish. Ijodiy qobiliyat: noan'anaviy yechimlarni topish, o'quv jarayoniga yangi usul va texnologiyalarni joriy etish, individual ehtiyojlarga moslashish. Zamonaviy ta'limda pedagogik qobiliyat o'qituvchining shunchaki bilimlarni uzatuvchi emas, balki motivator va mentor sifatidagi samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik qobiliyat shakllanishining asosiy yo'nalishlari. Bunda davriy malaka oshirish dasturlari, an'anaviy malaka oshirish kurslari faqatgina nazariy bilimlarni emas, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu dasturlar yangi pedagogik yondashuvlar, masalan, STEM ta'limi, loyihaviy o'qitish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikalarini o'z ichiga oladi. Mentoring va coaching tizimlari. Yosh o'qituvchilarga tajribali ustozlar tomonidan individual yordam ko'rsatish va mavjud ko'nikmalarni optimallashtirishga yordam berish qobiliyatlarni tez va samarali shakllantirishning eng muhim usulidir. Onlayn platformalar va raqamli texnologiyalar. Massiv ochiq onlayn kurslar, vebinarlar va ixtisoslashgan ta'lim platformalari, masalan, Coursera, Khan Academy orqali o'qituvchilar dunyo miqyosidagi eng yaxshi amaliyotlar bilan tanishish imkoniyatiga ega. Raqamli vositalar yordamida o'z-o'zini rivojlantirish uchun cheksiz imkoniyatlar yaratiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, ta'limni raqamlashtirish, innovatsion ta'lim texnologiyalari, faollik va mustaqillik. Bunga amaliy misol qilib Lesson Study metodologiyasini olishimiz mumkin. Lesson Study bu darsni o'rganish, Yaponiyada paydo bo'lgan o'qituvchilarning birgalikdagi kasbiy rivojlanish usuli bo'lib, o'qitish amaliyotini tadqiqot asosida doimiy takomillashtirishga qaratilgan. Metodologiyaning mohiyati. O'qituvchilar kichik guruhlarga bo'linib, ma'lum bir darsni birgalikda rejalashtiradi. Guruh a'zolaridan biri rejalashtirilgan tadqiqot darsini o'tkazadi, qolganlar kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. Kuzatuvchilar dars jarayonini, ayniqsa, o'quvchilarning reaksiyalarini va o'rganishini diqqat bilan tahlil qiladi. Dars tugagach, guruh muhokama o'tkazadi. Uning natijasida darsning keyingi modifikatsiyasi bo'yicha takliflar ishlab chiqariladi. Bu metodologiyaning afzalliklari va istiqbollari. Bu metodologiya o'qituvchining hamkorlikda o'rganish qobiliyatini, tanqidiy tahlil qilish mahoratini va darsni rejalashtirish sifatini keskin oshiradi. Xalqaro tajriba: Qozog'iston, Gonkong, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda Lesson Study muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. O'zbekistonda ham bu metodologiyani joriy etish orqali o'qituvchilarning professional mahoratini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Pedagogik qobiliyatni shakllantirishda yuzaga kelayotgan muammolar. Garchi imkoniyatlar keng bo'lsa-da, bu jarayonda bir qator tizimli va individual muammolar mavjud.
Raqamli texnologiyalarni to'liq qamrab olmaslik, o'qituvchilarning motivatsiyasi va vaqt yetishmovchiligi, amaliyot va nazariyaning tuzilishi, o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashinuvi va jamoaviy o'rganishlari professional rivojlanishning eng kuchli manbalaridan biridir. Seminar va treninglarda faol ishtirok etish nafaqat bilim beradi, balki yangi g'oyalarni muhokama qilishga, xatolardan saboq olishga va professional aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Taklif va tavsiyalar: malaka oshirish tizimini individualizatsiyalash, raqamli platformalarni kengaytirish, mentoring va koching tizimini rivojlantirish, vaqt va motivatsiyani boshqarish. Ushbu mavzumizdan xulosaga keladigan bo'lsak, pedagogik qobiliyat ta'lim sifatining kaliti. O'qituvchilarning doimiy rivojlanishi zamonaviy ta'limning asosiy garovi va ta'lim sifatini oshirishning hal qiluvchi shartidir. Har bir o'qituvchi o'z qobiliyatini shakllantirishga mas'uldir. Ammo ta'lim tizimi ularga bu mas'uliyatni bajarish uchun keng imkoniyatlar yaratib berishi lozim. Kelajak pedagogi o'zgarishlarga moslasha oladigan, texnologiyalardan mohirlik bilan foydalanadigan va o'quvchilarni hayotga tayyorlaydigan mutaxassisdir. E'tiboringiz uchun rahmat.